Nima böyle? Kameralar shunaqa olib kirganda ular. Umuman kamerada chaylab qo'yadi. Men 23 qilaman. Nimaga? 11larga boshlanadi. Men bilan o'z Yulduz Usmonov farqi yo'q. Prosta cho'kib bilmaymiz. Yulduz Usmonov ham cho'kolmaydi, men ham cho'kolmayman. Nima qildi? Qo'playsan. Ha? Qo'ling kuydimi? Juda bardak shito'li. Shucha o'rganyapman. Oling. Pishganmi o'zi? Ha, pishgan. Umuman farqi yo'q. Men birdan tishlab. Issiqda hozir. Yalvara yuragim bo'ldi so'rama uni sarsona safar to'g'rasan qo'y bag'ishladim turyo qalbimasa nima kelaverib o'tadi bu Qornim och qolib ketdi. Qorni och qolib ketdi, o'zlaricha bilan oshni yoshirib ko'tarib ketganlar qozonini. Qancha? Kim? Hozir. Kim? Aziz do'stlar, bizni kanalimizdagi rozыгрыш davom etmoqda. Biletlarimiz juda ham kam qoldi. Mana ko'rib turgan toy chog'ingiz Glavniy prezga qo'yilgan. Bundan tashqari yana 4 ta avtomobil bor. Mana videolari ham chiqdi, qarang. Videodagi 4 ta avtomobil, mana bu Captiva, hammasi 5 ta avtomobil qo'yilgan. Undan tashqari 45 ta pul turlar. Xudo xolasa 2-3 kunga tugatib olsak, o'yinni o'tkazib yuboramiz. Bilet narxi 1000 rubldan, agar O'zbekistonga bo'lsangiz, O'zbekistondan 150 ming so'm evaziga sotib olishingiz mumkin. Hammalaringizga omad yor bo'lsin. Qani bo'lmasa ket. Suvga tashna gul kabi, ko'pga kerak pul kabi. Orzuyim o'zing meni, menga aslo demay yo'q. Suvga tashna gul kabi, ko'pga kerak pul kabi. Orzuyim o'zing meni, menga aslo demay yo'q. Menga aslo demay yo'q. Yo'q dema, yo'q. Yomon soldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi, tinchmi? Allohga shukr. Qandaysiz? Rahmat, Xudoga shukr. Qaysi kanal endi? Kanaling ham ko'payib ketdi. Nukus TV hozir Nukus TV. Assalomu alaykum Nukus TV kanalining obunachilari, tinchmisizlar, omonmisizlar? Nimaga layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz ukamizni. rahmat. Yo'q, Islom Power kanallarmi? Assalomu alaykum Islom Power kanali obunachilari, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Aziz do'stlar, biz bugun yana erta tongdan shu Jannatning 5 eshigi loyihasiga tashrif buyurdik. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan bizga mehmon bor ukamiz Davronjon ukamiz. Bu ancha yildan beri, o'tgan yildan beri biz tanishmiz bu yigit bilan. Bizga o'xshab shu saxovat yo'liga yuraydi bu ham. O'tgan yil ham kelib bir qishloqqa borib bir ehson qilib bir qizchani ham kiyintirib yordam qilib qaytgan edik. O'shanga ham kelgan edi. Ko'pchilik bilsa kerak, men Dilya kanalini maqtagan edim oldin. Dilya kanalida o'tgan yil reklama qilgan edik. O'sha Dilya kanalini akasi, Dilyaning akasi bo'ladi. Kanalga Nukus TV kanaliga o'tib obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bir ehsoni bor ekan, ehson ataganman dedi. Qani? Qo'y boraman degan. Молодец, молодец. Shuruk nima qilishga Voy, zerikib ketdimi deyman bu yo'q. Buni o'zini kim bog'lab qo'ydi? Mana o'zini ipi bilan bog'lab qo'yamiz. Sardor! Uycha rosa shovqin qilib keldi bu qo'yam. Muborakaga. Muborakaga. Yerda bo'lyaptimi mana? Ha, shu yerda. Nima, sezyaptimi dedim. Da bu ham bor-ku. Bog'lab qo'yaylik buni hozir. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum.
Ha, 5 ta uy qurilyapti. Mana shunda 5 ta mana bu tarafi hovli bo'ladi-da. Bu taraf hovli bo'ladi. Mana xonalari 3 ta xonasi bor. Mana bu ayvoncha bo'ladi. Mana yurma. Ha, bu yerda qumba ko'tarilarida, qumba ko'tarib usti yopiladi. Bu yerda mushakgacha bo'ladi. Ayvoncha bo'ladi. Bu darvoza xonasi bo'ladi. Kichkina endi o'ziga yarasha normal mashina chiqadigan qilib qo'yildi. Yo'ldan kirgandan keyin mana bu koridor, bu mana oshxonasi bo'ladi. Oshxona. Bu oshxona bo'ladi, mana bu mehmonxonasi bo'ladi. Neyse bilan tashabbusda bo'ladi. Hammasi bir xil standart yo'qdagilar bilan. Ha, hammasi bir xil standart o'lchab olingan. Keyin bu dushovoy bo'ladi. Baniya. Dushovoy. Bu ham bitta kichkina xonacha, endi detskimi yoki qanday spalnimi shunday bo'ladi-da. Bu Gaz bu yerda bor-ku, ha? suv, gaz hammasi mana namunali uyga kelgan. Suv ham o'chmaydi, gaz ham, svet ham o'chmaydi. Hammasi o'tadi oson. Mana bu Kinobot degan zo'r narsa ekanda. Bitta mana o'sha qotib qo'ygan. Kelgan vaqt yumshoq edi, qotib kile qilsa bo'ladi. Lyuksda bitta nimasini ko'rsangiz, bundan ham boshqacha narsa bor ekan. Nima? Kelgan payt gazoblokda. Gazoblok, ha. Undan ham boshqa narsa dedi, Xorazmda o'ylab topibdi-da. Xorazmdan chiqibdi. Xorazmda bitta deydi O'zbekiston bo'yicha. Ovorgandik, boshda sinib turganda, keyin qurigandan keyin kamaz ham ko'taradi dedi, 28 tonna ko'taradi bittasi deganda. 28 tonna ko'tarar ekan bittasi. Ishlatib ko'rdilaringiz? Ishlatib ko'rdik. Haqiqatan yaxshi narsa ekan. Zo'r narsa ekan lekin. Mana uni topolmadik-da, bizda chiqmay qo'yganda sovuq bo'lib ketadi bizda, qurimaydi dedi-da. Ha. Mana u sovuqda ham asta turib quraveradi. Yo'ldoshlar, hofizlar ham bormi deyman ichida? Hofizlar, hammasi hofiz bular. Hozir sizga qo'yib chiqlabdi-da. Assalomu alaykum. Hormanglar ustalar, hormanglar. Qilamiz. Zo'r xudo. Mana bergan summa bo'lgandan keyin, summa ko'tarilgandan keyin yo'ldan ustidan seysmik keladi, bundan kelib usti yopiladi, bu ayvonda yo'q bo'ladi. Patolog qilinadi bu taraf. Xohlasa qancha vaqtda topshirish niyat bor? Endi nasib xudo xolasa qancha tez qilsa o'zimiz ham shuni ichimiz turibdi. Mablag'ga qaraymiz-da, xudoga shukr mablag' ham tushib turibdi, kartalarga ehsonlar bo'lyapti. Bo'lib tursa xudo xolasa qo'llaradi bizni. Paralpamlik nimalar ham bor sizlarning. Salom yo'llardi ko'pisi Qozog'istondan. Ha, bizni orasida Qoraqalpoqdan ko'p obunachilar bor. Salom aytib boring Sirajxonimizga, Islom. Rahmat. Kecha videolaringizni ham qoldirmay ko'radimi deyman, bilmayman. Videolarda ham aytib qo'ydi sizni dedi kecha. Bitta videoda aytgan bo'lsangiz kerak-da. Kecha Aleg ham kelgan edi. Kechadan oldin kechqurun keldi. Kecha proyektga keldi, Aleg ham keldi, keyin Vodiydan Muhammadjon kelgan, ana Uzabzor kanalining obunachisi, keyin nimadan Jizzaxdan Qilichbek kelgan, Bo'rilar makoni. Hammasi kelgan edi, shunga esimga tushib ketdi, men ertaga keladi dedi. Shu yerda aytib bordi debdi. Shuni aytgan bo'lsa kerak-da. Ha, shunday ustolar ishlashyapti. Suroj akam o'zlari qayerda hozir? Suroj ham hozir keladi. Qara bilyapti aka o'z ishlar. Rahmat. Tinchmisan? Salomatmi? Ha. Bugun Islom Power akani taniysiz-a? Islom Power akani. Islom Power aka qo'lida shuni ovqat yeykanmiz-da. Sovuq ekanmiz. Yeykanmiz.
Xotin Nurbulatbek Islom Bobur akadan daraga. Ko'rganingiz yo'qmisiz? Ya Islom Bobur yordam Islom Bobur qilaman. akani ko'rganingiz yo'qmi? Gapni eshit. Bitta narsaga javob beraman. 20 minut ichiga biz ovqat yeganmiz bir vaqtda. 20 minut ichiga hech qoldi qorni och qolib ketganmiz. 20 minut yeganmiz. Bizga yana 1,5 soat vaqt bor, bilasan? 1,5 soat vaqt ichi tuydi oshindan bilasiz, to'g'ri. Islom Bobur aka. Xo'p. Qo'ydi so'yib, jassini ham so'yadilar. Tut. Davay, ketdik hali. Zo'rmisan? Shu tepani Obunachilar, assalomu alaykum. Sog' salomatmisizlar? Musofirda yurganlar boshlari zamonmi? Hurmatli do'stlar, video roligimiz zo'r ketyapti. Bizga kanalga ham kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Faqat hozir uyini ham manda. Ish ham bo'lardi, ish zalorim. qo'yilib, bir qo'lni olib qo'yadi. Asab ham o'ynayapti. Ish zalorim o'yinni. O'yindan foyda. Umuman foyda yo'q. Quruq men ertalabdan ketgacha jag'iraman bilan. Mana foydani qarang. Qani, u. Moshuncha ilonchi. Ana satilsin. Satildi maydalardi-da. Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz? Akalar qolgan. Sog'ligingiz zo'rmi? Ishlamasdan ishlayapsizlar. Tinchmisiz aka? Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Bormi? Mana. Salom. Zakasizlar. Nima? Go'sht olib keldim. Mana kam emasmi? Evitilgan no'xat solaman. Böyle evitilgan olib kelaman. Buni qo'y. Buni ham solib qo'y, esini chiqib ketmasa, evitib tursin, bashakni ishlataveramiz. Uvol sizga mana shu Bermang bo'lmasa. qilgan qilig'ini. Kerak. Aka, unaqa emas. Odam shuncha texnika ovora borsa metr deb ahmoqim chiqib aqidan qaradim. U yoqqa o'tib u tarafga bo'lsa kerak deb bag'dan. Nima bu? Mashinani qizdiradigan u sidinaku. O'sha metr qilaylik, menga qizigan sidina kerak emas. Yo'q metri chiqqanaqasiga. Men shura no'xat vaqti qachon? Egasiga bering mashinani tezroq. Yarim soat, ha? Tamam. Muhammadjon. Odam aldayapti-da. Bozor borib kelaylik. Sirajaga aldamaydi-ku. Metrga borib kelamizmi? Ba'zida yolg'on gapiramiz bu hayotda. Ha? Yo'q, metrga emas. Bunga no'xat olib kelish kerak, janjal qilyapti. Bo'ldi, no'xat bo'lsa no'xat. Do'stim sizlar shu yerda bemalol, ha? Biz hozir chappa kelamiz. Kimda yo'q? Qachqarlardan Sen go'jiga boraveramiz. Odiymi? Reklam, qisqachagina reklam do'stlar mana. Dumaydi kanalingdan bu boramiz. Bu ham kachigarlik qiladi va Eshonboy boshchiligida bular ham kachigarlik, ham samovar yo'q qo'yadi. Farqi yo'q. Islom Boburdan shogird bo'ladi-da, o'zimiz o'rgatganmiz. Boshchilik menga o'rgatdi, o'zi kachigarchilik. Bu osonroq ekan-da. Islom akamiz oshlari gap yo'q ekan вообще. Babirma deb Ozod bilan. Assalomu alaykum, Ozod million kanalining obunachilari. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Like'larni bosinglar, Ozodni qo'llab-quvvatlab turinglar, Ozod ukamizni. Kanallar rivojlansin. Kanalar. Ha, nima qilamiz? Yo, sen o'tirib kelberak. Aziz do'stlar, mana Ozodbek ukamiz Qarshi shahridan kelgan, mana shu o'z hissamni qo'shay deb ham yosh yangi bloger shogird qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ozod million kanali nomi o'tib like'larni bosib, obuna bo'lib, ukamizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa ukamiz ham yaxshi ehson yo'llarda yuradi, o'zi ham yaxshigina bola. Qulagan vaqtda. Ya albatta, hazil. Yaxshi ukamiz, aziz do'stlar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bir aqlgina aytganini qiladigan, bir yomon yo'lga yurmaydigan bola, o'sha uchun yaxshi videolar chiqaradi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Opisiyaga videosini, silkasini qoldiramiz. Opisiyaga qoladi, silkani ustiga bosib, videosiga kirib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana bu yerni oling, gapiraveradi, buni oling, buni. Bugun bizlar Qurosh Hofuz akani Jannatning 5-yilga nomlangan proyektida qurilish ishlari olib boramiz. Hozir Habibga osh ketmoqda.
Juda xayrli Alo. ishlar boshlagan akamiz qanchamasini. Assalomu alaykum. Bor insonlarni taniqli odamlarni Aqtaga rahmat. Men qildimmi? O'qigan odamlarni Kichkaka bosilib ketgandir-da bo'lsa. Yaxshi. Bak ko'ravering qani bu. Islom aka. Boshlardingizmi? Juda qorinam mamnun qilyapti ichkaridan. nima qilyapti? Sizni maqtasam siz nima qilyapsiz aka? Nima qildi? Tushunmadim. Nima qildi? Nima qildi? Ha? Qo'ling kuydimi? Yerim sizlar o'zlaringiz. Chappa tiqing mana buni, chappa. Og'irroq. Chappa pochchani chaqir kelsin. Mashina yoqib bering, men surib kelaman qilardan. Juda bardak shitoli. Ruscha o'rganyapman. Tarjimasi bilan aytsa biz bilmaymiz ruscha. Hamma narsa sochilayotgan bo'ladi. Ha, terga sochilayotgan bo'ladi. Shitolisini bilmayman. Nimaga? Terga sochilayotgan bo'ladi hamma narsa. Bardak degani nima degani? Bardak degani? Hamma narsa sochilayotgan bo'ladi. Perevod yo'q. Perevod yo'q. Ya. O'zbekcha, ruslar o'zbek nima qilgan? O'zlashtirib oldi. Ko'p odamni deganda keyin bardak deganda O'zbekistondan olgan keladi. Mayli, inshaalloh. Pishgan go'sht-po'shtlardan olib bering. Men. Shu, qo'ling. Oling. Pishganmi o'zi? Ha, pishgan. Yeyverolmay farqi. Ham bilan yuzgani umuman farqi. Men birdan tishlab. Issiqda hozir. O'zimga ham berdim, olmadim. Nima bo'ladi? Kameralar shunaqa olib kirganda ular. Umuman kamerada chaylab qoladi. Kim aytadi? Yana 25 paka. 25-soat. O'zi 24 soatda, ular 25 soat qilgan. Ha. Bu soatda o'zi 24 soat. Muborak ham shunaqa qilib. Istamaysiz. Sen 26-soat. Men 23 qilaman. Nimaga? Umrlarga boshlanadi. Bo'ldi. Mana shu kutib o'tiribmiz. Kesin pochchang boshlar. So'kkan so'kib bilasanmi yo'q? Kim? Pochchang. Pochcham-da u. Qana so'kib. Ko'rding so'kib. Men bilan o'z Yulduz Usmonov farqi yo'q. Prosta so'kib bilmaymiz. Yulduz Usmonov ham so'kolmaydi, men ham so'kolmayman. Nima ikkoving sen nima uchun o'zing tutsan? Hozir Yulduz Usmonov ham ko'ruvchisi, Ha. men ko'ruvchim bilan teng. Tempasi. Men qo'shiq aytib yurgan foydasi yo'q. Muhabbat deb. O'tirdiga ishonma. Aytmasang ham o'sha qator yuribsan. Ya aytadigan gap esdan chiqib ketadi-da, hammalar sariyada kamera qo'shgandan keyin. Anvar, böyle qilasanmi yo'q? Mana keldi. Yani ana sol. Bibi. Böyle güzel restoranlarımız var. Mana. Jarakan islam. Majara. Mana endi o'ziga so'k, mana qani sardim. Ha. Mana qo'pni o'ziga so'king. Qan Sardar, qan. So'k. Qancha kimsiz söktü, ayting. Bilmasam. Ayting menga. Ya berga qo'yib qo'yaram yo olasan? Qo'yib. Tamam. Zira pırlarını alıp geldinizmi? O. Islom aka. O. Aytmaysin birovimiz osh qilaman deb kechadan beri ovqat yemay kutar edim aka. Siz oshingiz yeyish kerak ekanda. Aktrisi emas. Alo. Va alaykum assalom. Aka bir marta osh yegandan keyin Islom aka olib ketasizmi deyman Nukusga keyin. Ha. Farg'onaga olib ketaman deyapti akamiz. Qo'yinglar o'zimiz olib qolamiz bizga kerak bo'ladi. Qayerga boradi? 23 ga Andijonga boradi sizlar. Bo'ldi.
Mashina olib borishimiz kerak, tamam Bu boradi. ham boradimi? Anam Hisob, nima? hisob. Sen ham borasan, sen mana bu yerda bo'lasan. Men bagajga bo'laman. Bo'lmasa men nima qilay hozir xotinga telefon qilay. Hech qanaqa ovqat qilmasdan, yemasdan jim kutishsin. Uydan ketding. O'zimiz qolamizmi? Uyda yopda ketding. Yo, uyda hech kim yo'q ekan deysiz. Yo'q, deganim Islom akani qo'lidan oilaviy bir oshiylik deyman. Qaysi mashina Andijonga tushdi? Ma'lum. Qora Malibekka. Bu emasmi? Bu Olotga. Ha, Andijondan bir ko'rib kelaganimizda. Shu. Shu mindirmaysiz. Bagajga borib ko'rdim kecha. Katta ekan joy. Yaxshi bo'lsa bo'lib ketaveraman. Ishni kim qiladi bu yerda keyin? İşte biz shogird chalamiz. Tezlashtirib qo'yaylik. Ha, shu tezlashtir. Sarfan 2x ga qo'y. Qaysini bo'lsang? Ha? Qaysini Ha, bo'lsang? yopishdi. Tarsi 2 bilan. Kompyuterdan uzoqlashishni bos. O'zim ko'rsatgan beri. Ha? O'zing ko'rsatgan? Ha. Ekran agar ozgina sindirsang, seni 3 ta 4 ta qilib ko'rsatadi. O'zi bittangni eplab bilmayapmiz. Qoraqalpoqqa ketaman deyapti bu aka ham. Kim? Qoraqalpoqqa mayli, borsin. Borib kelsin. Qoraqalpoqqa borib kelsin. Ustidan qo'ygan. Biyaga borib qoldim aka. Hozir biyaga bo'lib qoldi, unda ras qimmatga tuqqan lekin. To'rtta odamsiz, sostav bu. Mana hukumatga tuqqanlar aka. Nima bu? Ishlayapti qishir. Qancha vaqtdan tayyor bo'ladi? Qara kompyuter. 5 minutga tayyor bo'ladi. Ustalarimiz erkib qoldi. Hammada kamera. Ana shu usta bo'lganda shu uylar bitib ketadi. Bosh toping. Kompyuterdan uzoqlashtirsam pishamiz ham uzoqlashmoqda. Ketdi. To'g'risini aytsam bir talika suv olmaydi. O'zing qilasan-da. Yo'q, Bildi o'zi. Sizdan boshqa hech kim olib qochib ketmaydiganini. bilaman. Yo'q, qo'lim sop ketdi. Qo'lim tiqamanda oxirlashga. Buni ichkariga qo'ygan. Yolvara yuragim bo'ldi, so'rama uni, sarsona. Tak. Joy berib pena blok qo'yuvdilar yaxshigina. To'xtang, o'sha yoqqa qo'ygan, o'shada maydalayman olib borib. Tarilkan ustiga qo'y. Go'shtni yerdan qo'yaverading-da, yashikni bir narsani. Bu nima ushlab turibsiz? Doim bo'ldi, buning ishi yo'q. Qovur ushlatirdim, ushlab Yo'q, go'shtni o'shanga solamiz dedim. Power o'shan ushlatib qo'yadimi hozir? Ushlatib ketadi. Bugun qayerga to'ying bor? Yo'q, aynim tuyuyor. Ha. Bugun to'y bor. Xo'sh qilasiz, ustoga. Go'shtarovchi aytmadimi, doговорga qo'shmadi? Yo'q. $100 bersa boraydi. Men ushlab turuvchi bo'laman, xay. Ustorovchi Sen bo'ladi. safar to'g'rasan. Yo'q, Qo'y bag'ishladim. Turyoq qalbimasa nima kelaverib, o'tadi. Qornim och qolib ketdi. Bor. Qorni och qolib ketdi, o'zlaricha bilan oshni ko'tarib ketganlar qozon bilan. Qancha? Kim? Hozir. Kim? Qazonni bilasizmi? Kasham bormi degan ekan. Ular yedib qo'ynayotdik, osh pishyapti. Volleybol o'ynayotdik. Bir ursam osh ustiga tushdi. Doppada osh bo'ldi. Kechagalik osh yedik kaman. Men no'xat qidiryapti deydi mana. Muhammadjon ha? Farhod Muhammadjon! Osh tayyor. Tilaverasiz ekan. Omad ko'nglimga olib qo'ya qolaman ha? Nima deganda? Xudoga solib qo'yib qolaman. Farg'ona. Unaqa bas-da. Rojiddin xon aka.
Har yilgi olib beruvchini qarang-da, yomon universalda. Qarang. Ko'ryapsizmi? Nag'ma qildi. Olinglar, bachalar. Qorni ochlar kelsinlar. Islomxon aka. Telefoningiz nimadir dedi, tezlashing dedimi? Shunaqa muzika qo'ysa pul tushgan bo'ladimi? Men ham shunaqa muzika qo'ya olaman hozir. Pul tushmaydi. Ko'zim qarang, alayib qolay.